Farzandingiz bugun mukofot oldi. Nimalarni his qilyapsiz? Voy, bu bir boshqacha tuyg'u bo'lar ekan. Endi faqatgina shunday bilim bergan ustozlariga rahmat. Vaqtlarini ayashmadi. Ertalabmi, obeddan keyinmi, kechgacha hammalari tinmasdan ilm berishdi. Birgalikda bular bilan tayyorlanishdi, sertifikat oldilar. Rosa hayajonlanishdi o'zlari ham bolalarimizga qo'shilib. Endi qilgan mehnatlarini bizdan ko'ra ustozlarini mahsuli. Hamma ustozlariga kattakon rahmat. Hamma ustozlariga oilaviy tinchlik, xotirjamlik ishlariga omad tilab qolaman. Bizning farzandlarimizga shunchalik ilm berishdi, hech kim charchashmasin. Farzandlarimizni o'qishlarga kirganda ham yonlarida turib, Xudo xolisa xursandchiliklarni baham ko'rish nasib qilsin. Nima uchun aynan Kristal maktabini tanlagansiz? Kristal maktabini tanlashimga sabab bularda eng kuchli o'qituvchilar. Men bu birinchi farzandim. Birinchi farzandda o'qish berayotganda o'ylanasiz baribir. Men shu yaqinlardan, tanishlardan so'raganimda nomer 1 deb mana shu domlalarni hammalarini tavsiya qilishgan. O'shaning uchun faqat hech ikkilanmasdan Kristal akademiyasiga berganmiz. Keyinchalik bular maktab qilib ochishdi, birgalikda o'ylab o'tirmasdan o'tdik maktabiga. Allohga shukr, mana shunaqa zo'r natijalar olishdi. Ikkala fandan ham sertifikatlar, oltin medallar, bu hammasi mana shu hamma ustozlarining mehnati.